Dasturlarimiz davom etadi. Efirda Studiya 24. Ta'kidlaganimizdek, bugun mazkur sana bolalar baxti, sog'lom voyaga yetishi va huquqlarini ta'minlash borasidagi mas'uliyatni yana bir bor eslash kunidir. Inson hayotidagi eng nozik va e'tibor talab qiluvchi davr bu bolalik. Shu bois har bir jamiyatning yuksalishi avvalo farzandlarimizning sog'lom, bilimli va baxtli tarbiyasidan boshlanadi. Bugungi suhbatimizda biz tibbiyot sohasi va bolalar sog'lig'iga oid muhim mavzularni muhokama qilamiz. Bolalarimizning jismoniy va ruhiy barkamolligi uchun qanday sharoitlar kerak, qanday profilaktika ishlari olib borilyapti va eng muhimi biz kattalar ularni himoya qilish uchun nima qilishimiz kerak. Demak, studiyamiz ekspertlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bolalar Milliy tibbiyot markazi kardiologiya bo'limi mudiri Alisher Yusupov hamda ushbu muassasaning jarrohlik bo'limi mudiri Mansur Nosirov bo'ladilar. Studiyamizda xush ko'rdik. Aynan bugun bolalarning huquqlari e'tirof etiladigan, boya aytib o'tganimizdek, ularni manfaatlari yo'lida harakat qiladigan kunimiz. Albatta, bu tizimli davom etyapti. Keling, dastlabki suhbatimizni yurtimizda bolalar tibbiyotida amalga oshirilayotgan va tibbiyot tizimida bolalarga qilinayotgan e'tibor xususidagi fikrlaringiz bilan boshlasak, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor ta'kidlab o'tish kerakki, hozirgi kunda tibbiyotimizda juda katta islohotlar olib borilyapti va bu islohotlar natijasi juda tez qisqa muddatda natijasini bermoqda. Jumladan bizning markazimiz Bolalar Milliy tibbiyot markazi yaqinda 5 yillik yubileyini nishonladi va 5 yil ichida tibbiyotda misli ko'rilmagan islohotlar, bu jumladan bolalar jarrohligida o'tkazildi. O'zbekistonda qilinmagan, nafaqat O'zbekistonda, chet elda sanoqli markazlarda qilinadigan muolajalar bizning markazimizda bemorlarimiz uchun davlat tomonidan mutlaq bepul asosida ta'minlandi. 5 yil muddatda, bu juda qisqa muddat hisoblanadi tibbiyotda bunaqa islohotlar va juda ko'p bemorlarga yordam berish, boshqa davo choralari, profilaktik choralar, boshqa shifokorlarni o'rgatish yo'lga qo'yilgan bizning markazimizda. Rahmat. Alisher aka, sizni fikringiz ham muhim, marhamat. Oxirgi shu 5-10 yilning ichida meditsinaga O'zbekistonda juda ham katta e'tibor berilmoqda va ayniqsa bolalar meditsinasi juda ham katta tezlik bilan rivojlanmoqda. Buni ayniqsa mana shu aytganlaridek 5 yillik yubiley o'tkazganimizda ham chet eldan mutaxassislar kelib O'zbekistondagi sharoitni rivojlanishlarini ko'rib, bularni e'tirof etishdi. Aynan avvallari qilish imkoni bo'lmagan davo usullari hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida yo'lga qo'yilgan. Tekshiruv usullari ham. Albatta, bolalar Milliy tibbiyot markazida olib borilayotgan jarrohlik bo'ladimi yoki profilaktik ishlar e'tirofga, e'tiborga sazovor bo'lyapti. So'nggi yillarda yurtimizning barcha hududlaridan kelayotgan bemorlarga bir xilda xizmat ko'rsatilyapti, ularni salomatligi tiklanishiga sabab bo'lyapti-da. Endi bolalar sog'lig'ini asrashda tibbiyot qanday asosiy vazifalarni bajaryapti degan savolimiz ham borda. Keling, shu xususda muloqotimizni davom ettiramiz. Asosiy vazifalar bu albatta bemorga yuqori malakali jahon standartiga mos milliy tibbiy yordam ko'rsatish. Bu bizning markazimizda yo'lga qo'yilgan. Ya'ni hozirgi kunda bizning markazimizda qilinadigan barcha muolajalarni inobatga olsak, ko'p holatlarda chet elga chiqish hech qanaqa hojat yo'q. O'sha tibbiy yordamni bizning markazimizda olish mumkin. Bundan tashqari, albatta bitta markaz butun davlatni qoplab qola olmaydi. Bizning markazimizda juda keng yo'lga qo'yilgan boshqa mutaxassislarni o'rgatish, ya'ni bizning markazimizga kelib malaka oshirishadi. Bizning markazimiz shifokorlari viloyatlarga chiqib yordam berishadi va yo'lga qo'yiladi. Ko'p operativ muolajalar yo'lga qo'yilgan va hozirgi kunda aksariyat viloyatlarda qilish imkoniyati bo'lgan tibbiy yordamni yo'lga qo'ydikda va hamkorlikda bemorlarni markazga, Toshkentga kelish hojati qolmayapti. Aksariyat tibbiy muolajalar uchun. Rahmat. Demak, hududlarda
qo'yilayotgan tibbiy xizmatlar, tibbiy yo'nalishdagi shu jarrohlik amaliyotlari bo'ladimi, har qanday ko'rinishdagi tibbiy maslahatlarmi, bu albatta bolalar milliy tibbiyot markaziga kelmasdan hududni o'zida amalga oshirilyapti. Bu ortiqcha ovoragarchilikni talab etmaydi, mablag' ketmaydi. Albatta hududlarni o'zida fuqarolarga yaxshigina xizmat ko'rsatilyapti. Bu borada Alisher aka, sizda fikringiz bormi? Xuddi shunaqa. Avvallari faqatgina markazda bajariladigan muolaja usullari, tekshirish usullari hozirgi kunda hamma viloyatlarda sekin-asta yo'lga qo'yilmoqda. Murakkab hisoblanardi avvalgi operatsiyalar, hozirgi kunda bular hammasi o'sha viloyatda bajarilayotgani, bemorlar uzoq yo'l yurib qiynalmasdan o'zini uyiga yaqin joyda davolanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Rahmat. Endi bolalar sog'lig'ini asrashda bugungi kunda ko'rsatilayotgan profilaktikaga ham e'tibor qaratmoqchimanda. Baribir har bir ishni, har bir mexanizmni o'ziga yarasha samarasi bo'lishi kerak. Bu borada samara qanday? Bu borada ham ta'kidlab o'tganimizdek, bizlar nafaqat bemorlar bilan, balki hududdagi vrachlar bilan va boshqa tarmoqdagi tibbiyot muassasalari bilan aloqada bo'lib turamiz. Jumladan bu skrining masalasi, ya'ni jarroh, kardiolog, sonografist, radiologlar birgalikda konsilyum qilib skrining qilinadi va bemor tug'ma nuqsonlari, boshqa kasalliklari homila paytida aniqlanadi va marshrutizatsiya, ya'ni qayerga murojaat qilish, qanaqa simptomatika davolarni olish beriladi va har bir kasalligi bilamizki boshlang'ich fazasida davolangani bu juda katta samaraga keltirishi mumkin. Shu jumladan ham hududlar bilan va boshqa tarmoqdagi shifokorlar bilan bizning markaz juda keng hamkorlikka olib bormoqda. Rahmat. Davlat, mamlakat qanchalik bolalarga e'tibor qaratmasin, baribir ularni salomatligi, ularni ruhiy, jismoniy holati oilada aniq bo'ladi. Bu borada ota-onalar bunga mas'ul. Aynan sog'lom bolani voyaga yetkazish uchun ota-onalarga qanday tavsiya beriladi? Mashhur ibora bor, hammamiz bilamiz buni. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzalroq, yengilroq deyiladi. Hozirgi kunda yildan yilga genetika rivojlanmoqda. Bizning markazimizda juda ham kuchli genetiklarimiz bor. Biz bilamiz, oilada bitta farzand nogiron tug'iladigan bo'lsa, keyingilari ehtimoli yana ham oshadi. Shunaqangi nogiron bolalar tug'ilishi ehtimoli. Ana shunaqangi holatlarda biz ota-onalarga genetik maslahatini olishni tavsiya qilamiz. Qo'shimcha tekshiruvlarni o'tkazish. Agar ular hammasida yaxshi chiqadigan bo'lsa, homilani rejalashtirish tavsiya etiladi. Ana unda homiladan oldin tekshiruvlar, homiladorlikka tayyorgarlik, qanaqangi mahsulotlarni, qanaqangi vitaminlarni qabul qilish, mana shunaqangi narsalarni hammasi ota-onalarga o'rgatib chiqiladi. Rahmat. Endi bola katta bo'lyapti. Bu borada qanday narsalarga, qanday jihatlarga ahamiyat berish kerak? Marhamat. Bu borada albatta profilaktik birlamchi bo'g'imga, ya'ni poliklinikalarga murojaat qilish vaqti bilan har bir bolani emlash kalendari bor. Vaqtida birlamchi bo'g'im vrachiga, umumiy shifokoriga murojaat qilishi bor. Shular kerakli kasallikni boshlang'ich davrida topish imkoniyati beradi shularga va kerakli muolajalar boshlang'ich fazadan qilinsa, bu albatta og'ir kasallikni oldini olishga yordam beradi. Rahmat. Bolalarda mana yoshlik davridanoq qanday kasalliklar ko'proq uchraydi? Ota-onalar ushbu kasalliklarni alomatini qanday bilishlari mumkin? Bolalarda ko'pincha tug'ma nuqsonlar birinchi o'rinda turadi. Ularning orasida birinchi o'rinda yurak tug'ma nuqsonlari. Eng ko'pi 100 tadan bittada bolada uchrash ehtimoli bor. Umuman oladigan bo'lsa, bola tug'iliboq tug'ruqxonani o'zida neonatologlar tekshiruvdan o'tkazadi. Oddiy tekshiruvlardan murakkabga qarab ketiladi. Agar oddiy tekshiruvlarda qanaqangidir anomaliyalar aniqlanadigan bo'lsa, qo'shimcha mutaxassislar jalb qilinadi. Qo'shimcha tekshiruvlar tavsiya etiladi. Ana mashina bilan ularda qanaqangidir muammolar borligini aniqlash mumkin. Lekin ba'zi bir kasalliklar bo'ladiki, ular tug'ilgandayoq namoyon bo'lmaydi. Yengil holatda kechadi ular. 5 yoshiga kelib, 10 yoshiga kelib ma'lum bo'lishi mumkin. Bunaqangi holatlarda ham
o'sha pediatrlar emlashlarga chiqqan paytda aniqlanishi mumkin bo'ladi bular. Rahmat. Bolalarni boya aytib o'tdingiz, albatta davolashdan ko'ra, umuman bolalarni emas, organizmni davolashdan ko'ra uni profilaktikasini qilgan osonroq va yengilroq kechadi deb. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladiki, bolalarda profilaksik tekshiruvlar va emlashlar qanday amalga oshiriladi va qay birlari bu majburiy sanaladi? Emlashlarga kelsak, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining emlash majburiy emas, tavsiya beriladigan emlashlari bor. Bular juda muhim. Bular barchasi tekshiruvlardan o'tgan va juda xavfsiz hisoblanadi. Ularni belgilangan vaqtida, yoshida o'tish shart. Va bundan tashqari pediatr turar joy bo'yicha pediatr nazorati bo'ladi. Yiliga bir, 2 yilda bir maktablarda har bir yoshga kelganda bolalarni sportivniy seksiyalarga berishadi, sport seksiyalariga. O'sha sport seksiyalariga berishdan oldin pediatrlarga murojaat qilish lozim bo'ladi va tavsiya etiladi. Shu paytda qanaqadir yashirin ketadigan kasalliklarni aniqlasa bo'ladi. Rahmat. Ota-onalar va murabbiylar asosan qaysi holatda farzandlarda bo'layotgan patologiyani ko'rishsa, shifokorga murojaat qilishlari majburiy va shart sanaladi? Ko'pincha bolalar ham sportga borgan paytda nimadir bezovta qilsa, buni aytishadi. Qayerdadir og'riydigan bo'lsa, shu joyini ko'rsatish mumkin. Yurak urib ketishi, nafas siqib qolishi, bosh aylanishi, hushidan ketishi, shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, odatda murabbiylar ham, ota-onalar ham darrov birinchi o'rinda pediatrga murojaat qilishadi va o'sha joyning o'zida kerak bo'lsa qo'shimcha tekshiruvlar ham tavsiya etilishi mumkin bo'ladi. Rahmat. Boya suhbatimiz avvalida aytib o'tdingiz, hududlarda, viloyat markazlarida, shahar tuman markazlarida, aynan bolalar milliy tibbiyot markazida ko'rsatilayotgan yordamlarni ayrimlari bolalar uchun, umuman oilalar uchun ko'rsatilyapti, bu qulaylikka ega bo'ldi deb. Endi o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi, qishloq joylardagi bolalarchi bundan foydalana oladimi va ularga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar qanday kechyapti? Ha, albatta juda to'g'ri savol. Ta'kidlab o'tish kerakki, hududlarda deganimizda bu albatta hududda bo'lgan shifokorlar bizning markazimizda malaka oshirib o'tgan va biza ular bilan barchasi bilan aloqada biza. Misol uchun qishloqlarda bo'lsa holatiga qarab murojaat qiladi. Agar viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasi darajasidagi kasallik aniqlansa, o'sha markazdagi vrachlar tibbiy yordam beradigani, bu degani faqat ular yordam bermaydi, ular biz bilan aloqada bo'lib turib, ya'ni kerak bo'lsa bizani o'zimiz borishimiz mumkin, bizani markazdan shifokor borishi mumkin, kerak bo'lsa telemeditsina orqali maslahatlashib yordam beriladi. Ya'ni qishloqda turib ham bemor bitta standart protokol bo'yicha davolanadi va bitta markaz miqyosida. Ya'ni farqi faqat joylashuv. Viloyatda yo qishloqda yo turar joy bo'yicha shifoxonada bo'ladi, lekin o'sha shifokorlar, o'sha shifokor jamoasi va bitta standart protokol asosida davolanadi bemor. Rahmat. Endi bolalar bilan ishlash qay bir soha bo'ladimi, qay bir jabha bo'ladimi, bu nozik did va yondashuvni talab etadi-da. Ayniqsa bu shifokorlik sohasida bolalar bilan muloqot qilish, ularni psixologiyasini o'rganish va ularni dardiga malham bo'lish bu alohida mavzu. Bolalar bilan muloqot qilishda nimalarga ahamiyat berish kerakki va qanday psixologik yondashuvlarni amalga oshirish kerak? Bolalar kattalardan farqli o'zini fikrini to'liq tushuntirib bera olishga qiynaladi. Qancha kichkina bo'lsa shuncha og'irlashadi. 3 yoshgacha bolalarga yaqinlashish juda ham qiyin. Birinchi o'rinda darrov yig'lashadi. Keyin qayerdir og'riyaptimi yo qo'rqyaptimi aniqlash qiyin. Birinchi o'rinda bu bolalar bilan do'stlashib olish kerak bo'ladi. Ularga o'yinchoqlar beramiz, shirinliklar beramiz. Yaqinlashib olgandan keyin sekin tekshiruvga kirishib, nima muammosi borligini yoki ota-onalardan shikoyatlarni so'rab tekshirish imkoni
yaratiladi shunaqa holatlarda. Rahmat. Kattalar shifokori ham, bolalar shifokori ham birga ta'lim oladida, keyin ular o'zini yo'nalishi bo'yicha keyin faoliyatni boshlaydi. Aynan bolalar shifokori bo'lganda qanday mas'uliyat yuklanadi va uni nozik jihatlari xususida ham ma'lumot bersangiz, marhamat. Bolalar shifokori bu balki tibbiyotda eng og'ir soha hisoblanadi, chunki bolani o'zi yoshi bo'linadi. Chaqaloqlik davri 1 yoshgacha davr, 1 yoshdan 3 yoshgacha, 3 yoshdan 6, 6, 12 va hokazo. Har bir davrda o'zini juda ko'p nozik tomonlari bo'ladi, juda og'ir hisoblanadi va men o'ylaymanki, bolalar shifokori boshqa shifokorlarga qaraganda juda ko'p ma'lumotga ega bo'lishi kerak, yoshiga bog'liq. Har bir yoshda o'zini kamchiliklari bo'ladi va qiyinchiliklar bo'ladi tashxis qo'yishda, davolashda. Bu juda katta mas'uliyat talab qiladi, chunki har bir bola bu kimdir uchun, ota-ona uchun bu butun dunyo bo'lishi mumkin va har bir shifoxonada o'tkazilgan kun, har bir kasallik, har bir nojo'ya ta'sir bu ota-ona uchun juda katta ta'sirli, nafaqat farzand uchun va balki ota-ona uchun ta'sirli voqea hisoblanadi. Shuning uchun ta'kidlab o'tish kerakki, bu juda katta, o'zimiz ham shuni tushunamizki, juda katta mas'uliyat talab qiladi shifokordan, bolalar shifokoridan. Rahmat. Endi Mansur aka, yana bir savol, bolalar milliy tibbiyot markaziga qaytamiz. Aynan shu 5 yil mobaynida qanday xorijiy davlatlar bilan, mamlakatlar bilan, xorijiy hamkasblar bilan aloqalar o'rnatildi, hamkorliklar yo'lga qo'yildi. Qanday bizni tajribamiz bor, xorijga qanday biz tajribani taqdim eta olyapmiz? Keling, shu xususda muloqot qilamiz. Demak, 5 yil oldin boshlaganimizda birinchi kunidan beri konsepsiya tuzganmiz. Bolalarga O'zbekiston tibbiyotga hissa qo'shish uchun dunyoning eng zo'r shifokorlari bilan, eng zo'r markazlar bilan bog'lanamiz deb plan qo'ygandik-da, rejalashtirilgandik. Har bir sohani o'zini cho'qqiga chiqqan bir mutaxassislari bo'ladi. Jigar masalasiga kelsak, bu Osiyoliklar, Yaponiya, Koreya, Xitoy, Xitoy Davlat Respublikasi, o'pka bo'yicha amerikalik hamkasblarimiz juda kuchli hisoblanadi va bizlar markazimizga eng zo'r shifokorlarni taklif etganmiz. 5 yil ichida bular dunyoda nufuzli, dunyo tan olingan mutaxassislar 5 yil ichida shular bilan ishlab, ularning fikrini aytishim mumkin. 5 yil davomida ular albatta bizga kelgan chet ellik mutaxassislar butun dunyoda o'ziga nom qilgan, ism qilgan mutaxassislarni ta'kidlab o'tishicha 5 yil ichida boshqa borgan davlatlarda bunaqa tez o'zgarishlar bo'lmagan, islohotlar. 5 yil ichida bizning markazimiz nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoga juda katta nom qildi o'ziga. Hozirgi kunda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bizning markazimizga kelish boshqa chet el shifokorlar uchun sharaf bo'lgan. Shu markaz bilan hamkorlik qilinadi deb. Va bolalar, xususan bolalar jarrohligida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Hozirgi kunda chet elga chiqish hech qanaqa hojat yo'q. Chet elda qilingan o'sha mutaxassislar o'rgatib ketgan o'sha texnologiyalar, o'sha instrumentlar va o'sha standart protokollar yo'lga qo'yilgan. Rahmat. Alisher aka, endi ayni savol kardiologiya, kardiojarrohlik xususida ham bo'ladi. Biz bilamiz, 10 yil, 15 yil ilgari bolalarda tug'ma yurak nuqsoni bo'lsa, albatta biz xorijga borishimiz kerak bo'lardi-da. Hozir bu muammolar bartaraf etildi, to'g'rimi? Keling, shu xususda ham muloqot qilamiz. To'g'ri aytdingiz. Avvallari shunaqangi og'ir holatlarda faqat imkoniyati bor ota-onalar chet elga borib farzandini operatsiya qildirib kelardi. Hozirgi kunda o'zimizning mutaxassislar chet ellarga borib malakasini oshirib kelishgan va taxminan 5-10 yil ichida juda ham katta ish bajarildi. Bolalar kardioxirurgiyasi yo'nalishida avvallari imkoni bo'lmagan operatsiyalar hozirgi kunda deyarli hammasi o'zimiz sharoitimizda, O'zbekiston sharoitida imkoniyati bor. Bitta shu organ transplantatsiyasidan boshqa deyarli hammasi bajarilyapti. Undan tashqari oxirgi 5 yilning ichida bu operatsiyalarni sekin-sekin viloyatlar darajasida bajarishni yo'lga qo'yish harakat qilinmoqda va juda ham ko'p viloyatlarda hozirgi kunda yurak operatsiyalari bolalarda bajariladi. Undan tashqari o'sha aytganlaridek chet el mutaxassislari bilan hamkorlik yildan yilga oshib bormoqda.
xususan Koreya, Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Rossiya, Hindistondan mutaxassislar bilan aynan shu master klasslarni bizning klinikamizda o'tkazganmiz. Oxirgi yillarda buni sharaf bilan aytishimiz mumkin, chet el davlatlaridan mutaxassislar bizning tajribamizni o'rganishga ham kelishmoqda. Rahmat. Endi yana bir nozik jihatga e'tibor qaratmoqchiman-da, kadrlar masalasi qanday bo'lyapti? Kadrlar tayyorlash, misol uchun ustoz shogirdlik an'analari bo'lsin, umuman bolalar milliy tibbiyot markaziga yosh shifokorlarning kelish darajasi qanday? Yosh shifokorlarni kirish darajasi yaxshi hisoblanadi. Lekin albatta xohlardikki ko'proq yoshlar bizning markazimizga kelishi. Chunki hozirgi kunda bizning markazimizda qilinadigan operativ muolajalar, boshqa terapevtik muolajalar, bunaqa muolajalar kamdan kam chet el davlatlarda qilinadi. Lekin bizning markazimizda biza ayta olamizki, juda ko'p miqdorda qilinadi va o'rganish imkoniyati juda baland. Bizada o'rganilgan, bir yil ichida o'rganilgan ma'lumot, olingan ma'lumot uchun chet elda 3-4 yil sarflashingiz kerak bo'ladi. Chunki bunaqa analog markaz chet elda juda sanoqli hisoblanadi va xohlardikki ko'proq yoshlar kelib bizning markazimizda o'rganib, boshqa hududlarga o'zimiz markazimizda faoliyatini yuritishni. Rahmat. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan bolalar tibbiyoti mavzusida suhbatlashgan ekanmiz. Albatta, bolalar tibbiyoti, umuman undan tibbiyotdan foydalana olishi, bu huquq va manfaatlarni ta'minlanishini bir ko'rinishida umuman bolalar tibbiyotiga yaratilayotgan, tibbiyot tizimiga yaratilayotgan sharoitlar xususida bugungi mavzuyimiz bo'yicha xulosalaringiz, marhamat. Hozirgi kunda juda keng sharoitlar yaratilyapti bolalar uchun. Mana islohotlar davom etyapti. Yaxshi, juda katta natijalarni ko'ryapmiz bolalar uchun. Ko'p yangi davolash standart protokollari kiritilyapti, texnologiyalar kirib kelyapti. Juda ko'p yosh kadrlar o'sib chiqilyapti, markazlar ochilyapti. Bu hali boshlanishi, bu ketishida agar islohotlar davom ettirilsa, juda katta yutuqlarni juda qisqa muddatda erishsa bo'ladi. Rahmat. Alisher aka, marhamat, xulosalaringiz. Hozirgi kunda o'sha prezidentimiz qarorlari bilan, Sog'liqni saqlash vazirligi qarorlari bilan bolalar meditsinasiga juda ham katta e'tibor berilmoqda va oxirgi nimalarga ko'ra o'zimiz mutaxassislar chet elda o'qishi uchun vazirlik tomonidan juda katta mablag' ajratilgan, bemalol eng rivojlangan davlatlardagi eng kuchli klinikalarda malaka oshirish, o'qish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Shu bilan birgalikda o'sha aytganimizdek oldin imkoni yetmagan bemorlarga ham hozirgi kunda davlat tomonidan to'liq qoplangan holda operatsiyalarni bajarish imkoni yaratilmoqda. Rahmat. Bugungi yetkazilgan ma'lumotlar uchun. Albatta, sog'lom inson, sog'lom millatni yaratishda albatta bolalarni salomatligi bu birlamchi sanaladi. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan albatta bolalar tibbiyoti mavzusida suhbatlashgan ekanmiz. Bildirilgan fikrlar, bildirilgan mulohazalar uchun yana bir karra tashakkur deymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.